Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimiz obunachilari. NLP ga oid mavzular bilan, ya'ni texnikalar bilan tanishda davom etamiz. Bugun biz siz bilan tanishadigan texnikamiz NLP ning klassik kodining asosiy texnikalaridan biri hisoblangan 6 qadamli reframing texnikasi bilan yaqindan tanishib chiqamiz. Bu texnikamiz qanaqa so'rovlar bilan ishlaydi? Ya'ni qanaqa vaziyatda insonga yordam beradi? Insonning xulq-atvori bilan bog'liq vaziyatlarda, ya'ni inson qanaqadir odatlarni o'zgartirmoqchi bo'ladigan bo'lsa, bu texnika juda katta yordam beradi. 6 qadamli reframing texnikasi bilan tanishib chiqishdan oldin biz bir ikkita narsalarga e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Bu texnikani ishlatishdan oldin, ya'ni inson ong ostiga ishonishi kerak. Hozirgacha, misol uchun, insonning ong osti aynan boshimizning qaysi qismida joylashgani haqida aniq ma'lumot yo'q. Ya'ni bironta mana bu joyda joylashgan yoki bu joyda joylashgan degan ma'lumot yo'q. Bu bizlarni, ya'ni ishonchimizga bog'liq. Agar biz o'zimizning ong ostimiz borligiga ishonadigan bo'lsak, bu texnikaning yordam berishi ancha samarali bo'ladi. Xo'p, bundan tashqari biz shaxs qismlari bilan ishlashni bilishimiz kerak bo'ladi. Shaxs qismlari to'g'risida bizning kanalimizda video bor. Kimdir agar ko'rmagan bo'lsa, kanalimizga kirib ko'rishi mumkin. Buni ham bilishimiz kerak bo'ladi. 6 qadamli reframing texnikasi bu gipnotik texnika hisoblanadi. Ya'ni bu texnikani biz agar o'zimizga qo'llaydigan bo'lsak, biz ma'lum miqdorda transda bo'lishimiz kerak bo'ladi. Shuning uchun bu texnikani biz qanaqadir o'zimizda qo'llashimiz sal qiyinchilik tug'diradi, lekin baribir harakat qilib ko'rsanglar bo'ladi. Bu texnikani NLP mutaxassisi bilan birga bajaradigan bo'lsak, ancha samarali yordam beradi insonga. Keling endi bu texnika bilan yaqindan tanishib chiqamiz. Texnikamizning birinchi bosqichi, ya'ni muammoni aniqlab olamiz. Muammoni aniqlash deganda, ya'ni o'zimizdagi qanaqa xulq-atvor bizlarga yoqmayapti, uni aniqlab olamiz. Misol uchun, kimdir aytishi mumkin, meni tanqid qilsa, men tez jahlim chiqadi va o'sha insonga baqirib yuboraman. Ya'ni muammoni aniqlab oldik. Tanqidni eshitadigan bo'lsak, jahlimiz chiqadi va baqiramiz. Ikkinchi bosqich, shu xulq-atvor uchun javobgar qism bilan aloqa o'rnatishimiz kerak bo'ladi. Aloqa o'rnatish qanaqa bo'ladi? Biz ichimizga e'tiborimizni qaratamiz. Jahldor qismi men bilan aloqa qilishga tayyormisan deb juda muloyimlik bilan so'raymiz. Ana endi biz bu bosqichda, ya'ni aloqa o'rnatdik va 3-bosqichda ijobiy niyatni aniqlaymiz. Ya'ni o'sha jahldor qismining qanaqa ijobiy niyati bor. NLP ning asosiy presupozitsiyalaridan biri quyidagicha: insonning har qanday xulq-atvorning ortida ijobiy niyat bor. Bu jahldor qismining qanaqa ijobiy niyat bo'lishi mumkin? Misol uchun, bizlarni qanaqadir himoya qilishi va boshqa insonlar tomonidan, ya'ni kamsitishga yo'l qo'ymaslik. Mana bu bosqichda o'sha jahldor qismimizning ijobiy niyatini aniqlab oldik. Ana endi 4-bosqichga o'tamiz va 4-bosqich bizlarda yangi variantni topish. Yangi variantni topish qanaqa bo'ladi? Yana biz o'zimizning ichki olamizga, ya'ni ichimizga diqqatimizni qaratamiz va ichimizdagi ijodkor qismdan bu vaziyatda, ya'ni kimdir agar bizlarni tanqid qiladigan bo'lsa, jahl qilmasdan, baqirmasdan qanaqa tarzda javob berishimiz mumkin? Misol uchun, chuqur nafas olib, keyin o'sha insonga javob berish yoki vaziyatga qanaqadir hazil tarzda javob berish yoki bo'lmasa tinchlanib, tinchlangandan keyin o'sha insonga javob berishimiz. Xullas, 4-bosqichda biz 3-4 yangi variant topishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni bizlar jahlimizni o'rniga
biz yangi variant topishimiz kerak bo'ladi bu bosqichda. Texnikamizning 5-bosqichi yangi xulq atvorini sinab ko'rishga rozilik olish. Biz 4-bosqichda 3 ta yangi xulq atvorini topib qo'ydik. Ana endi o'shani bittasini sinab ko'rishga biz rozilik olishimiz kerak bo'ladi. Yana ichimizga yuzlanamiz va o'sha bizlardagi jahldor yoki qanaqadir baqiruvchi qismdan so'raymiz. Yangi xulq atvorini misol uchun 2 hafta sinab ko'rishga tayyormisan? Yoki rozimisan? Agar ha javob bo'lsa, biz nima qilamiz? 6-bosqichga o'tamiz. 6-bosqich bu ekologik tekshiruv. Ekologik tekshiruv deganda, ya'ni biz nima qildik? 5-bosqichda o'sha yangi xulq atvorini sinab ko'rishga rozilik oldik va 6-bosqichda o'sha bizari yangi xulq atvorimizga qarshi bo'lgan boshqa qism yo'qmi? Agar bo'ladigan bo'lsa, qarshi qism bo'ladigan bo'lsa, o'sha qism bilan ishlashimiz kerak bo'ladi. Agar qarshilik bo'lmaydigan bo'lsa, hamma qismlar, ya'ni garmoniya bo'lsa, hamma qismlar agar rozi bo'ladigan bo'lsa, bu o'zgarishga texnika bizlarga foyda berdi. Biz siz bilan 6 qadamli reframing texnikasining bosqichlari bilan tanishib chiqdik. Video agar foydali bo'lsa, like bosing, savollar bo'lsa, kommentda qoldiring va kanalimizga albatta obuna bo'ling.